Telefoningizni parolini esingizdan chiqarib qo'ydingizmi? Ustaga olib borib 100 ming, 200 mingga oshtirishingiz shart emas. Hozir men sizga shu narsani tekinga o'rgatib qo'yaman. Sizdan faqatgina shu videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ldi. Xo'p, o'rtoqlar, birinchi navbatda mana telefoningizning parolini bilmayapsizlar. Xo'p, telefonni o'chiramiz. Mana o'rtoqlar, telefonimiz polniy o'chgandan keyin men pitanyani keyin mana ovoz baland qilishni birdaniga bosib turamiz. Mana shu logotipi chiqqandan keyin pitanyani qo'yib yuboramiz, faqatgina ovoz baland qilishni ushlab turamiz. Va bizda mana shu bo'lim ochiladi, ko'rishingiz mumkin. Endi bu yerdacha faqat knopkalarda boshqarasizlar. Ovozni past qilishni bosib, mana o'rtada kiramiz, kirish uchun pitanyani bitta bosamiz. Bu yoqdan ikkinchi bo'limga tushiramiz, ovozni pasaytirib, keyin pitanyani bosamiz, yana bitta pasaytiramiz, keyin kaniferni pitanya bilan bosib yuboramiz, ya'ni o'chirish bilan. Xo'p, endi kutib turamiz, zagruzka bo'ladi. O'rtoqlar, mana to'liq zagruzka bo'lgandan keyin mana bu o'chirishchi yana bitta bosasizlar, yana bitta bosamiz, yana bitta bosamiz. Bo'ldi. Va mana bo'ldi o'rtoqlar, telefonimiz уже заводской настройga qaytadi. Bemalol уже boshdan yo'q olsanglar bo'ladi. Hech qanaqa parol, hech narsa bo'lmaydi. Faqatgina o'rtoqlar